sizlarni ham rakvinalarda suv tiqilib, shunaqa yoqimsiz hidlar chiqayotgan bo'lsa, muammo asli ichida bo'ladi. Ustidan tozalash har doim ham yordam beravermaydi. Ustidan toza ko'ringan rakvinani ichki holatini ko'rish biroz men uchun yoqimsiz bo'ldi. Shu sababdan Ekotab vositasidan solib, ivitib reaksiyaga kirishini kutdim. Hattoki chirklari qaynab tashqariga oqib tushadigan darajada reaksiyaga kirishdi va o'zingiz ko'rishingiz mumkin holatni. Ana endi xuddi shu Ekotab vositasini quvur ichiga ham solib, bismillah deb issiq suvni ustidan quyamiz va bu ham reaksiyaga kirishib, qaynab ko'pirib chiqadi. Juda ham ko'p xildagi vositalar bilan tozalab ko'rganman, lekin bunaqa tez reaksiyaga kirishadiganini birinchi marta sinab ko'rishim. Bu vositaga chestный отзыв bermoqchiman, ya'ni bu qadar universalniy tozalovchi vositani hali umuman sinab ko'rmagandim. Bu menga juda ham yoqdi va sizlarga ham tavsiya qilishni ma'qul ko'rdim.